Vasalomning haqiqiy merosxo'ri bo'lgan ulamolarga quloq osilganida, o'shalardan maslahat olib ish qilinganida bular bo'lmas edi. O'zicha bilganini javraydigan, bo'lmagan tagini, tayini yo'q, ustozini tayini yo'q odamlarning gapiga kirib, kishilarimizni boshi aylanib, hozir musibatlar ko'paydi. Har qadamda shu. Birov telefon qilib, men falon davlatdaman, maza qilib yuribman, savobli ish bor, o'qivoramiz, tezda yetib kelsa odamlar ketyapti yugurib. Nima bor u yerda, nima qiladi, foydami, zararmi, qanaqa u gap yo'q. Haligi chaqirayotgan odamning ham tayini yo'q. Ketishyapti. Borib, yo o'ligi kelyapti, yo o'lganini xabari kelyapti, yo yana qandaydir boshqa bir musibat. Bir ayol voqelikda bizi mahalla tarafda bir ayolni shunaqa telefon bilan chaqirishibdi. Falon bo'lasan, piston bo'lasan, jannatga to'g'ri kirasan. Undog'idi, bundog'idi. Bolalarini, erini, ota-onasini tashlab ketibdi. Yo'q. U yerga borsa aytdiki, endi sen bu yerga falon bo'lib kelding, boshqa yerga tegasan debdi. Voy, meni erim bor, bolalarim bor, ular qoldi. Xohlasa ularni kofir ular ham deb uraveradi. Yo'q. Bolalar yetim qoldi, xotinsiz, ota-onasi yig'lab hukumatga murojaat qilib yuribdi ekan. Ana o'shini aqli bo'lganda edi, to'xta bu bunaqa deyapti, bir biladigan odamdan so'ray. Nima ekan o'zi bu gaplar deyish kerak edi. Bu gap yo'q. Bundan ancha muddat oldin menga yana shu ma'lumoti bor odamlar aytishib berdi. Qishloqlarimizdan bir qishloqda 41 ta erkak Rossiyaga ishlagani borishibdi. Ishlagani borish ham hozir o'sha ishlash bo'lmay qoldi. U yerga kelib hamma yoqdan o'shanaqa odamlarni yollaydiganlar bor. Keladi. Pul ko'tarib keladi. Falon bor, piston bor, Alloh uchun kerak, jannatga to'g'ri kirasan, pul ham bo'ladi, qani ketdik deydi. Haligi 41 tani bittasi boshini aylantirib Peshavarga boribdi. Peshavar qayerligini bilasizlar. O'sha urushga qurollarni tayyorlaydigan joy. Nima bo'lgan bilib bo'lmaydi. O'sha 41 ta o'tirgan joyida bitta bomba tushibdi, yo'q. Bitta qishloq erkaksiz qoldi. Yo'q haligilar. Agar o'shalarning zarracha aqli bo'lsa, Rossiyaga nimaga keldik? Ishlagani kelganmiz. Bola boqaman deganman, to'y qilaman.